Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men o'sha Nevgamer YouTube kanali. Bugungi videoda biz Ender Dragon va portallar qurishni va eng kulgili narsalarni o'rganamiz. Siz videoni oxirigacha ko'ring va maroqli tomosha qiling. Like va obunani bosib qoldiringlar. Biz unda videoni boshladik. Birinchi navbatda biz Ender Dragonni chaqirish uchun ya'ni end portalga borishimiz shart emas. Shunchaki mana shunday qilib komanda blok yordamida qilsak bo'ladi. Komanda blokni give deb yozamiz. Albatta, keyin esa kuchukcha p command blocks deb yozamiz. Pastdagi chiziqcha blocks deb yozamiz va bizning qo'limizda komanda blok. Cho'chqacha, qoch, yo'qol. Endi esa biz tagini buzib olamiz va endi esa cheat point qo'yishimiz kerak. Buning uchun biz cheat point qo'yamiz. Avval keyin nima qilamiz deb o'ylaysiz? Cheat point ya'ni Ender Dragonlarni endi boshqa qo'yamiz va Ender Dragonni ya'ni cheat point qo'yamiz. Endi summon keyin esa xuddi shunday qilib yozsangiz yozib ya'ni kuchukcha Ender Dragon deb yozsangiz, siz Ender Dragon deb yozsangiz albatta Ender Dragon paydo bo'ladi. Menga ishonasizmi? Va biz endi rushetka olishimiz kerak. Rushetka tezroq olsaydi, rushetka mana rushetka topdim. Mana bunaqasidan olamiz biz. Ana shunday olamiz va buni qo'yish uchun ustiga tosh kerak. Tosh olamiz va qo'yamiz. Ustiga rushetka qo'yamiz. Va ko'ryapsizlar, Ender Dragon ko'ryapsizlar, uchib ketyapti. Bu juda zo'r. Ko'ryapsizlar, buni o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. Endi ya'ni Netherga borib, Endga borish shart emas. Bu portalni o'zingiz ham bilsangiz kerak. Jajdalka olib va bir bossangiz yoqiladi. Endi esa qolgan ishlarni qilamiz. Siz mana bu portallarni qilish uchun shuncha vaqt sarflaysiz. Baribir qilinmaydimi? Unda buni yechimini bu safar topib olamiz. Demaydi. Bularni buzish kerak. Bunday qo'yilmaydi bular. Bularni biz albatta buzib olganimizdan keyin ko'rsatamiz. Shunday qilib olamiz va qaytib qo'yib chiqamiz. Siz ba'zilar mana shunday quradi, biz esa bunday qurmaymiz. Biz ichida o'tirib olib qursangiz portal yonadi. Shuning uchun siz ham ichida o'tirib olib qiling. Endi esa jemshuk olamiz va biz qo'yib chiqamiz. Xuddi tekst tartibda bo'lsin, nima shunday. Xo'pmi, obunachilar? Qo'yib chiqamiz, tekst tartib bo'lsin. Yana qo'yamiz, tez qo'yil, plastik. Portal mana ko'ryapsizlar, endi esa biz golemni taxlaymiz. Golem, ya'ni o'zbekcha golem. Keyingisi undan ham kulgili. Mana bu iron blok ko'ryapsizlarmi? Tagidagi bu iron blok ko'ryapsizlarmi? Tepadagisi esa qor va biz qo'yamiz. Endi esa biz qaychi olamiz. Va siz bu holatni umuman ko'rmagansiz. Shunday qilamiz va buni yuziga qaranglar, haqiqiy qor bo'lamiz shu. Qaranglar, juda kulgili, ha. Siz ham buni qilsangiz bo'ladi. Bu juda kulgili bo'ldi. Sizlar like, obuna bosib qoldiringlar. Haligacha hech kim obunani bosmadi, ha? To'g'rimi? Obunani bosinglar va like bosinglar. Oho, xo'p, mayli, sizlar bilan Nevgamer YouTube kanali hammaga xayr.